Agar siz boyleringiz bo'lsa, mana bunaqa nasosdan issiq suv bunday ochganda tez keladigan qilib qo'ygan bo'lsangiz, gazga ko'p pul to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib ekonom qilishni o'rgataman. Mana bunimda tokka tiqdik, tokka tiqildi. Agar to'xtovsiz, cheksiz ishlaydigan bo'lsa, mana bunisini bunday qilib qo'ysa, mana ishlayveradi, cheksiz ishlayveradi bu. Tushirib qo'ysak, mana o'chdi. Endi agar kerakli ma'lumot mana AM, PM deganlar bor, hali kechasi, kunduzi qaysidir bir soatni mo'ljallaysiz. Misoldan aytaylik, mana bu yoqda mana kichkinaliginisi bor. Mana 5 ekan. Hozir soatimiz 6 ekanmi? 6:40 ekan. Xo'p. 6 ga mo'ljalladik mana. Keyin mana shuni bosamiz mana. Biz 15 minutlik qilamiz. Shunda agar mana shuni bundoq qilsak, ishlab ketish kerak. Ana, ko'rdinglarmi? Ishlab ketdi. Ishlayapti hozir. Mana. Bu endi ishlaydi, 15 minut ishlab, keyin o'chadi. Biz bunda o'chirib qo'ya qolamiz buni. Mana. Shunda shunaqa qilib 15 minut kimga 15 minut kerak, kimgadir yarim soat kerak, kimgadir 45 minut kerak. Eng katta resirkulyatsiya qiladigan joylar ham 45 minutda menimcha to'liq yetarli bo'lsa kerak. Misoldan namoz o'qiydigan yoshi ulug'larimiz bo'lsa, 5 mahal tahorat qilaman desa, 20 yarim soatdan ishlatib qo'ysa, 5 ta soatda ligina qilib 5 mahal resirkulyatsiya yarim soatdan ishlaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Elektr energiyadan ham tejisiz, gazdan ham tejisiz, nasosning umri uzayadi. Mana bunaqadan agar foydalanayotgan bo'lsangiz, bu sovib qolmaydi. Resirkulyatsiyangizdagi rasxodingiz ham kamayadi. Xudo xolisa qiziqqanlarga va quyoshdan tekinga suv olaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar.